Assalomu alaykum nemis tili ixlosmandlari. Men Deutsch mit Dilshodbek. Bugun xudo xolasa sizlarga o'zimni sich vorstellen qilib bermoqchiman, ya'ni o'zimni tanishtirib bermoqchiman. Also, ich heiße Dilshodbek Reinbayev, ich komme aus Usbekistan, ich bin 23 Jahre alt. Jetzt also gerade studiere ich an der Hochschule Weinsteffen Triesdorf. Also, ich mache Masterstudium jetzt, also ya'ni o'zbekcha aytadigan bo'lsam, men Dilshodbek Reinbayevman, albatta o'zbekistonlikman tabiiyki. 23 yoshdaman va hozirda magistratura bosqichi Germaniyada Weinsteffen Triesdorf Hochschulisida o'qiyman. Va nemis tilini o'rganayotganlar uchun xudo xolasa kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar, bo'lmagan bo'lsanglar va albatta nima deydi qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, xudo xolasa qachon mendan yangi video chiqsa albatta sizlarga bildirib turadi. Va sizlar ham yanada xudo xolasa nemis tilini o'rganib borasizlar. Bu kanalimda albatta nemis tilini noldan o'rgatishni boshlaganman. Birinchi videoyim alfabetdan boshlangan, kursinglar bo'ladi. Ketma-ket xudo xolasa nemis tilini o'rganamiz. Ungacha blog kuzatib turasizlar, faol, aktiv bo'lib turasizlar. Nima deydi, bu kanalni nimaga ochdim? Shu yer ro'zida bitta tavsiya berib o'tgan bo'lardim, chunki hozirgi kunda ko'plab nemis tili ixlosmandlari kursga borishadi, til kurslariga va albatta uni takrorlash uchun sizlarga YouTube kanallar kerak bo'ladi. Xudo xolasa qo'limdan kelgancha tavsiyalar, qaysi YouTube kanallari va o'zimda ham grammatik mavzular bo'ladi. Xudo xolasa o'rganadi oladigan o'shalarni ham berib olaman. Ya'ni bu kanal sizlarni o'rgangan mavzularni yoki o'rganmagan mavzularni o'rganib, yanada mustahkamlashga yordam beradi degan umiddaman xudo xolasa. Nima deydi? Kanalda aktiv bo'linglar, xudo xolasa biz hammasini eplaymiz. Sog' salomat bo'lasizlar, o'zinglarni asraysizlar. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Yo